Assalomu alaykum binoyandagoni aziz, darnor barnomai navbatiy munosabat. Bugun biz munosabat ko'rsatuvimizga tuman hokimi rahbarligida bir guruh tuman mas'ullarini taklif qilganmiz. Hurmatli Farruh Madaniyev, hurmatli mehmonlar, bizni studiyaga xush kelibsizlar. Farruh Madaniyev, mana hurmatli prezidentimizning bir ajoyib so'zlari bor. Aholi farovonligini oshirish va uning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish biz uchun bosh vazifalardan biri bo'lib qoladi deb ta'kidlab o'tgan. Mana o'zingizning xabaringiz bor, mana kechadagi respublikamizda qayd etilgan holatlar, hukumat rahbarligida bo'lib o'tgan yig'ilish, mana tuman markazidagi holatlar haqida fikringiz qanaqa? Albatta, yuqorida aytib o'tilgandek, davlatimiz rahbari, hukumatimiz tomonidan bugungi kunda xalqqa sharoit yaratib berish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Shu qatori bizni So'x tumanimizda ham mana kuni kecha o'sha muhtaram hurmatli bosh vazirimiz Abdulla Ne'matovich tomonidan o'tkazilgan tezkor yig'ilishda bir nafar O'zbekiston fuqarosida shu koronavirus epidemiyasi aniqlanganligi bo'yicha ma'lumotlar tarqalgandan keyin tumanimizdagi mavjud, mana markazimizdagi mavjud barcha savdo rastalariga chiqishib, o'zlarining ehtiyoji uchun zaxira, ya'ni o'zini oilasiga zaxira yaratish maqsadida do'konlarimizda tirbandliklar paydo bo'ldi. Albatta, bu tirbandliklar o'z-o'zidan go'yoki aholi norozi kayfiyatda chiqqandek namoyishkora bo'layotgandek tuyuldi, lekin biz o'z navbatida tezkor choralar belgiladik. O'zim barcha sektor rahbarlari bilan birgalikda borib, aholini vahimaga berilmaslikka, qolaversa mana shu oziq-ovqat mahsulotlarida ham kunlik o'sha bizda kunlik tartib bo'yicha hayot davom etishligini, hech qanaqa xavf bugun bizni tumanimizga xavf tug'dirmayotganligini aholiga tushuntirishlar olib bordik. Albatta, xalq buni to'g'ri qabul qildi. Mana bugun ertalabda ham men o'zim shaxsan tezkor yig'ilish qilib, o'rinbosarlarimizni yo'nalishlar bo'yicha chiqardik. O'zim hamda barcha tumandagi sektor rahbarlari bilan birgalikda har bir o'sha savdo majmualariga, magazinlarga kirib, eng avvalambor u yerda xalq kayfiyati, qolaversa shaxsan kirib o'sha yerdagi barcha tadbirkorlarni ogohlantirgan holda shu hozir shunday narsalar ham kuzatiladiki, ba'zi bir nopok tadbirkorlarimiz mana shu xalqni go'yoki vahimasidan foydalanib, o'zini manfaati yo'lida 3-4 so'm o'sha foydalanish nuqtai nazaridan ham yondashayotganlar yo'q emas. Albatta, biz bularni borib tushuntirdik, ogohlantirdik. Bu bo'yicha mana hurmatli Abdulla Ne'matovich bosh vazirimiz tomonidan jinoiy javobgarlikkacha jazo turi qo'llanishi to'g'risida ogohlantirildi. Albatta, biz ham kirib shu joylarda har bir savdo majmualarida tadbirkorlar bilan shaxsan uchrashib ogohlantirdik. Hozir vaziyatimiz to'laqonli nazoratga olingan. Aholi buni to'g'ri qabul qildi. Bu gap yolg'onligini, bunday vahima solishga arzigudek holat yo'qligini tushunib, bugun kun bo'yi mana markazimizda ham barcha savdo tochkalarida, undan tashqari mana o'zimizni So'x don ishlab chiqarish mas'uliyat cheklangan jamiyatimiz tomonidan tumanimizning chekka-chekka magazinlariga ham biz unlarni yetkazib berdik. Aholi o'zini ehtiyoji uchun olishyapti. Chunki aholi shunday vahimaga tushdiki, go'yoki mana oziq-ovqat zaxirasini yaratib qo'yaylik degan maqsadda har bir fuqaro kelib un, yog'ni zaxirasi bilan, ya'ni ko'plab olish natijasida ba'zi bir insonlarga yetmay qolish holatlari ham bo'ldi. Biz taqsimotni joyiga qo'yib berdik. Bu albatta o'zini samarasini beradi. Bugungi kunda men tuman rahbari sifatida xalqqa yana murojaat qilmoqchiman, chunki kuni kecha ham ijtimoiy tarmoqlarda murojaatnomam qayd etildi. Albatta, biz anklav hudud hisoblaganimiz bilan bugungi kunda tumanimizda barcha oziq-ovqat zaxiralari yetarli. Albatta, bu tumanimizning aholisini bemalol biz har tomonlama ta'minlay olamiz. Undan tashqari muhtaram yurtboshimiz, hukumatimiz rahbarlari hech qachon bizni ko'chaga tashab qo'ymaydi. So'x tuman xalqi hech qachon och ham qolmaydi, ko'chada ham qolmaydi. Albatta. Mana ertalab bir yaxshi fikr aytdingizki, odamlarimiz tushunsa, mana shu o'zimizning sog'lig'imiz uchun zarurat bo'lmasa, shu uydan chiqmaslik, qolaversa shu jamoat joylarida kamroq yurish haqida. Bu albatta bu hammamizga kerakli narsa, chunki zarurat bo'lmasa endi chiqmaslikka harakat qilishimiz kerak. Shu farzandlarimiz hammamiz shu haqida sizning fikringiz? Endi mana bitta narsaki,
kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi deyishadi-da. Istimasini yashirsang, nimasi oshadi dedi. Shuning uchun albatta bizni xalqimizga shuni murojaat qilgan bo'lardimki, o'zimiz ehtiyot qilmasak, albatta ertaga bundan boshqa holatlarga ham biz duchor bo'lishimiz hech gap emas. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, mana mavzu shu koronavirus epidemiyasi bo'ladigan bo'lsa, albatta bu ommaviy axborot vositalarida yoki o'sha mutaxassislarimiz tomonidan tavsiya etilgan tartiblarga amal qiladigan bo'lsak, eng avvalambor o'zimiz oilamiz, mahallamiz, tumanimiz albatta bunday har xil yuqumli kasalliklardan ehtiyot qilgan bo'lamizda. Albatta hozirgi kunda mana Farg'ona shahariga borish, qolaversa mana bugun biz joyiga chiqib shu odam tashuvchi fuqarolarni, ya'ni kirakashlarimiz bilan bevosita tushuntirishlar olib bordik. Sababi shular ham mana ba'zi bir kirakashlarimiz ham shu kechagi haligi odamlarning vahimasidan foydalanib sun'iy ravishda yo'l kiralarni oshirib yuborishi xalq ichida o'z-o'zidan bu ham e'tirozga sabab bo'ldi. Chunki yana hali aytib o'tganimdek, ba'zi bir nopok insonlar shaxsiy manfaatini oldida xalqimizni qiyinchilik yoki o'sha insonni imkoniyati qay darajadaligini uni hisobga olmayapti. Lekin tushuntirishlar olib bordik, bular to'g'ri qabul qilishdi. Albatta qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Birgalikda ishladik, mana xalqqa tushuntirdik. Boshqa masalalarda ham, yo'nalishlardagi masalalarda, chegara masalalarida ham hozirgi kunda hukumatimizga ming marta rahmat. Shu bizning hududlarimizga hech qanaqa cheklovlar qo'yilmadi. Ijtimoiy dorixonalarga kirdingiz, nodavlat dorixonalarga kirdingiz. Mana bugun shu dori-darmon bilan ta'minlash ahvol qanaqa biz? Hozirgi kunda mana kecha shu aytib o'tganimdan keyin xalqimiz ozgina sarosimiga tushgan mahalla biz tezkor shtab tashkil qilib, eng avvalambor bugungi kunda bizning tumanimizda mavjud zaxiralarimizni biz hisob-kitob yana bir qator ko'rib chiqqanimizda, bugungi kunda meditsina sohasidagi dori-darmonlarda muammo yo'q. Sababi mana birgina Sino dorixonamizning o'zida 2 oyga yetadigan dori vositalarimiz mavjud. Birgina. Hozir to'g'ri, hozir ham bir fuqaro menga telefon orqali murojaat qilishdi. Shu hozirgi kunda biz tumanimizda shu niqob, ya'ni maska muammo bo'layotgani bo'yicha hozir masala qo'yish telefon orqali. To'g'ri, hozir bu niqob masalasi nafaqat tumanda, bu butun viloyatimizda ham hattoki muammo bo'lyapti. Dunyo bo'ylab biz mana bu yerda mavjud tikuvchilik sexiga hali o'zim boshchiligimda sektor rahbarlari bordik. Hozir ular o'zlari o'sha nimasi bo'yicha buyurtma asosida tikyapti. Buyurtmani tugatgandan keyin albatta tumanimizga birinchi navbatda yetkazib berishligini topshirig'ini berdik. Hozircha hattoki niqob taqishga ham bizda xavf yo'q. Bosh vazirimiz aytdilarki, shu vahimaga solayotgan, vahima qiladigan odamlar, shov-shuv ko'taradigan odamlarga albatta qonun doirasida javobgar qilamiz deb. To'g'ri aytdingiz. Kecha men murojaatnoma bilan murojaat qilganimdan keyin mana So'x tumani hokimligi axborot markazi tomonidan mana hozir ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishingiz mumkin, 7 ta telefon raqamlari ko'rsatilgan. Ishonch telefonlar. Bu ishonch telefoni ham qanday? O'zimizda mana birinchi turibdi, shaxsan meni shaxsiy qo'l telefonim raqami turibdi. Hozir mana bir fuqaro o'sha aytdim-ku, tibbiy maska masalasida telefon qildilar, niqob bo'yicha telefon qilib, boshida ishonch telefonim deb so'radilar. Men aytdim, yo'q, bu men shunaqa deganimdan keyin u kishi to'g'ri qabul qildi. Bundan tashqari barcha o'rinbosarlarimni qo'l telefonlari hamda shu tunu kun ishlaydigan 7 ta telefonni biz berdik. Mana shu telefon raqamlari bo'yicha bemalol fuqarolarimiz murojaat qilishlari mumkin. Xabaringiz bor. Men qayerda uchrashuv qilgan taqdirimda shu yerda men telefon raqamlarimni xalqqa hammasi deyarli biladi, chunki to'g'ridan to'g'ri aholi bilan muammolarni o'rganish uchun men shu tartibni joriy qilganman. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilishadi. Boshqa bir ommaviy axborot vosita xodimlari yoki shu ba'zi bir blogerlarimizga men shunaqa murojaat bo'ladi. Mana kuni kechagi holatda u yerda hech qanaqa bir aholida vahimaga soladigan yoki bir shov-shuvli narsa bo'lmagan. Aholi kirib do'konlarda un xarid qilayotgan jarayonlarini shu telefon orqali nimaga yozishib, shu go'yoki So'x tumanida aholi och qolyapti yoki boshqa degan xabarlarni ham tarqatish holatlari bo'ldi. Albatta bu bo'yicha muhtaram hukumatimiz rahbari
hurmatli bosh vazirimiz Abdulla Ne'matovich ta'kidlab o'tdilar. Shu ommaviy axborot vositalarida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda shu masalaga oid yolg'on xabar tarqatganlariga albatta javobgarlik masalasi borligini ham uqtirib o'tishdi. Shuning uchun men fuqarolardan iltimos qilardim. O'sha murojaat bo'yicha berilgan telefonlardagi birinchi raqam bu meniki. Qanaqa masala bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishsa, biz har bir berilayotgan savollarga javob berishga, qo'yilayotgan muammolarni hal qilishga biz doim tayyormiz. Rahmat. Bizni davlat suhbatimizda tuman Suxdon jamiyati rahbari Ahmadjon aka qatnashyapti. Ahmadjon aka mana kechadagi shu holat, mana sshu xalqimizda tushunmovchiliklar, vohima, mana shu magazinlardagi un, yog'larni olib ketishlarini o'zingiz ko'rib, menga bir yaxshi fikr aytdingizki, bizni zaxiramiz bir yilgacha yetadi, hech qanday vahimaga o'rin yo'q va hukumatimiz rahbarini doim sulh nazoratida turadi. Har nimada bizda qancha zaxira borligi haqida men axborot berib turaman deyapsiz. Mana hozir tuman qishloqlariga nechta mashina un chiqaryapman dedingiz. Shu haqida sizning fikringiz? Endi hozirgi kunda bizda korxonamizda kuniga bir kunida 25 tonagacha un ishlab chiqaramiz. Shu ishlab chiqargan un uchun bizning zaxiramiz 6 oy, 7 oygacha yetarli zaxira qilib qo'yganmiz. Hozirgi kunda 3300 tonna bug'doyimiz bor. Tayyor mahsulot 150 tonnagacha tayyor mahsulotimiz bor. Bugundan boshlab har bitta qishloqlar bo'yicha taqsimot qilganmiz. O'sha unda yetkazib beramiz xudo xolasa aholiga. O'sha mavjud do'konlarimiz bor. Tayyor mahsulot unimiz bor, zaxirada bug'doyimiz bor, hech qanday muammo yo'q. Hech qanaqa muammosiz har kuni unda yetkazib beramiz aholiga. 2 qop, 3 qop uni bo'lsa ham olib ketishyapti. Shu haqida endi xavotirga tushishdi. Birinchidan o'sha o'zimiz aholini bir ma'lum bir qatlamini aybi bilan shu do'konlardan 5 ta, 6 ta, 10 tagacha unda olib ketib, o'zlarini vahimaga qo'yishyapti. O'sha narsani o'zlarining yetarli nimasi talaboti bo'yicha olinsa, bitta, ikkita olinsa, shunaqa vahima bo'lmasdi. Mana aslida endi biz nimani haligi unda birja orqali sotamiz, har kuni birjaga qo'yamiz. Ta'minoti bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Narxda o'zgarish bo'lib turishi mumkin. Narxda ammo o'zgarib bo'lib turishi mumkin. Endi hozir erkin nimaga qo'yilgan, savdoga qo'yilgandan keyin o'sha tadbirkorlarimiz birjadan sotib olishadi. Endi ular sotib olganiga qarab turib, ustiga o'zlarining xarajatlarini qo'yib, o'sha do'konlarda sotishlari mumkin. Ehtimol arzon bo'lishi mumkin, arzon bo'lishi ham mumkin, qimmatroq bo'lishi ham mumkin. Lekin hozir biz tumanda bu darajagacha qimmat bo'lmaydi lekin. Shunga harakat qilamiz endi o'sha. Oylab shu suq nimada qolganda biron xalqimiz unsiz, yog'siz qolmagan. Siz aytganday mana G'azovdan tortib Hushyor Chashmagacha un chiqaryapman deyapsiz. Har turta sektor nimasiga batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Markazda ham yurdim, hamma kelib menga ham savol beryapti. Un nima bo'ladi deb. Aytdim, nima bo'ladi uni? Hozir bugunning o'zida mana oldinlari shu miqdorda chiqarmasdik unda. Bir kunda 5 tonna, 6 tonna abetgacha, abetdan keyin 10 tonna chiqarardik. Hozirda o'zida mana bugun abetda o'zigacha 10 tonna chiqaramiz. Ertadan boshlab bugun 30 tonna birja qo'ysak, ertadan boshlab 30 tonagacha chiqaramiz endi. Har bitta qishloqqa chiqarib beramiz. Hozir bir nafar ko'rimiz mashinada Farg'onadan un olib keldi dedingiz. To'g'rimi? Farg'onadan ham olib kelishyapti, bizdan ham olishyapti. O'sha bizdan oladigan odam Farg'onadan olib kelib, hozir mana o'zining qishlog'iga olib kelibdi, sotishyapti. Farg'ona unini sotishyapti. Endi muammo yo'q. Muammo bo'lmaydi. Bu muammo bo'lmaydi. Ichki ishlar rahbari sifatida shu odamga fikringiz, savolingiz bo'lsa marhamat. Un mahsulotlarini o'sha joyiga yetib borishda albatta ichki ishlar idoralari xodimlari yordam qilamiz. Jamoat tartibini xavfsizligini ta'minlash bo'yicha. Shuning uchun mana bu yerda aytilgan gaplar mana xalqimizni o'sha vahimaga solinadigan narsalar yo'q. Hech qanaqa asosiy vahimaga solishmaydi. Bu tomondan albatta ko'nglimiz to'q. Mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Tuman prokurori o'rinbosari Po'lajon Toshpo'latov qatnashyaptilar. Po'lajon mana hozir Ahmadjon ta'kidlab o'tganday, un narxi bozor sotuvida birjaga qo'yib, birja orqali sotib olgan odam narxda ozgina farq bo'lishi mumkin. Lekin shunga ham befarq bo'lib turmasligimiz kerak. Mana siz huzuringizda, prokuratura huzurida departament bor. Shu haqda mana shu nazorati qanaqa bo'ladi? Narx-navoni haddan oshib ketmasligi haqida. Haqiqatan ham hozir to'g'ri asosiy fikrlarni bildirib o'tdi. Ya'ni o'sha tumanimizda un bazasini yoki manbani yetarligi bo'yicha bunga hech qanday vahimaga tushmasligi kerak. Biz kechagi ba'zi bir holatlarda, ya'ni biz ham guvoh bo'ldik. Endi bu bo'yicha yana bitta alohida ta'kidlash
muhimki bu tadbirkorlar ya'ni o'zlarini mablag'larini evaziga ya'ni erkin narxlarda oldi-sotdini amalga oshirsa ham hozirda biz kechagi o'sha holatlar bo'yicha hozirda tadbirkorlar bilan alohida mana soliq bo'limlari bilan hamkorlikda chaqirtirib yoki mana iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limimiz xodimlari bilan tadbirkorlar chaqirib bularga tushuntirishlar olib borilmoqda. Ya'ni ushbu holatlar o'tkinchiligi yoki boshqa narsalarga chek qo'yish kerakligini, narxlarni o'sha tadbirkorlarga hozir xalqimizga aytib o'tganimizdek bizda umumanlarning yetarligi yoki boshqa bir oziq-ovqat mahsulotlari, yog' yo shunga o'xshagan mahsulotlarni yetarli darajaligini tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyaptiki, ya'ni sen narxni o'zgartirmagin, bizda ya'ni senga olib borib yetkazish uchun bizda o'sha manba yetarli bo'yicha. Bundan tashqari hozirda ushbu holat kuzatilishi mumkin bo'lgan tadbirkorlar holatlar bo'yicha ham chaqirtirilib, ularni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Haqiqatan ham hali o'tganingizdek, o'sha narx-navoni doimiy nazoratda ushlab turishga harakat qilinyapti. Albatta bu narsalarni oldiga olishga harakat qilamiz. Biz shu narsani suv xalqidan so'rab qolishimiz mumkinki, davlatimiz har doim har bitta aholisi uchun qayg'uradi, ko'radi. Bu narsalar e'tiborda bu narsalar oldindan hisob-kitob qilingan, bunaqa narsalar uchun oldindan tayyorgarlik ko'rib borilgan. Shuni aytib o'tishim mumkinki, biz qo'ldan kelganicha hamma joylarda tadbirkorlar bilan suhbat o'tkazib, o'sha jamoat xavfsizligini saqlash bo'yicha, boshqalar bo'yicha choralarni ko'rib boryapmiz. Bu bo'yicha rejalar dastlab ishlab chiqilgan. Shunga asosan endi men shuni aytib o'tishim mumkinki, xavotirga hech qanday o'rin yo'q. Mana hukumat rahbari, hurmatli bosh vazirimiz hatto shuni ta'kidlab o'tdilarki, ortiqcha vahimaga tushmasligimiz kerak. Mana blogerlar, hatto ommaviy axborot vositalari xodimlari, ba'zi odamlar narx-navoni oshirsa, vahima paydo qilsa, albatta qonun doirasida javob beradi deb ta'kidlab o'tdilar. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Lekin mana bugun ba'zi markazda turganimda ba'zi yo'lovchilarimiz aytishdiki, mana hurmatli yo'lovchini tashiydigan mana taksistlarimiz desak, tuman markazidan 20 ming deb, yo 25 ming, yo 30 ming deb Farg'onaga borib 50 ming, 100 ming olyapti degan bir savollar ham paydo bo'ldi. Mana shunaqa odamlar, men aytdim, mashinani raqamini, davlat raqamini mana yozib beringlar, kim agar shunaqa qilib vahima qilsa, yozib beringlar, qonun doirasida mana prokuratura, ichki ishlar shug'ullanyapti, albatta javobgarlikka tortiladi deb. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Albatta, hozir haqiqatan ham o'sha bularga nisbatan chora ko'rilishning asosiy sabablaridan biri bitta, ya'ni ma'lum bir qatlam yoki qaysidir shaxsda bitta bo'lgan munosabatiga unga ko'proq odamlar orqadan ergashishni oqibatida kelib chiqilganda, o'sha narxni o'zgartirish holat faqat hamma odam kimdirdan nimadir eshitganligini hisobidan kelib chiqqanda, hech qanday narsa agar nimadir oshadigan bo'lsa, albatta rasmiy e'lon qilinadi. Bu o'sha virus tarqalgan paytda ham bu narxlarning o'zgarishi bu albatta bo'lib o'tgandi, lekin odam o'sha qandaydir odam aql bilan bir o'sha vaziyatga, holatga e'tibor bersa, 3 kun oldimizda, 4 kun oldimizdan bugunda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Faqatki odamlarning ichidagi vahima shu holatda o'zgarish yuzaga keltirgan xolos. Endi biz hozir ishlayapmiz, iloji boricha to'yintirishga yoki o'sha bozorda ta'minlab berishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa samarasi bersa, faqat xalqdan shuni aytishimiz mumkin, hech qanday vahimaga tushmaslik, tinchligini saqlashlik bor. Demak, hozir siz bilan bizni qurib turgan oddiy xalqimiz hech qanday vahimaga tushishga o'rin yo'q. Hammasi hukumat nazoratida. Mana tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar, davlat soliq, tuman hokimligi rahbarligida hammasi nazoratda turibdi. Ba'zi hali buni yana ta'kidlab o'taman, ba'zi bizni qurib turgan ba'zi taksistlarimiz shunaqa vahima qilib narx oshdi, narx qimmatlashdi deydigan bo'lsa, mana davlat raqamini, mashinani davlat raqamini albatta sizlarga berilsa, mana hozir ishonch telefonlarini aytib o'tamiz. Agar aytilsa, shu bo'yicha agar isbotlansa, qonun doirasida javobgarlikka tortiladi. Shunday emasmi? Mana siz Said Bahrom aka, siz fikringiz? Ayni paytda fuqarolarimizni vahimaga solib, ularni kunlik hayotda chalg'itib shaxslar ham bo'ladi. Bunday shaxslarni albatta biz aniqlab qonunda ko'rsatilgan tartibda jazo muqarrarini ta'minlaymiz. Shuning uchun mana xalqimiz So'x tumani fuqarolari mana rasmiy mana bugun hokimimiz hamma 4 ta sektor rahbarlari birga yurib o'sha savdo
rastalari, savdo do'konlariga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish hammasiga kirdik, gaplashib chiqdik. Fuqarolar bilan gaplashdik. Ko'pchilik albatta kecha ancha vahimali holatda bo'lganligi uchun shu do'konlardan o'sha 5 qoplab, 6 qoplab olib ketgan holatlari ham bo'lgan. Bugun ko'pchilik tushundi bu narsani. Joylarda ham profilaktik inspektorlar, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari bilan, umuman keng jamoatchilik bilan hamkorlikda targ'ibot ishlarini ham, tushuntirishlarni ham olib boramiz. Mana kimda qanaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu masalalarda savollar bo'ladigan bo'lsa, bizning ishonch telefonlarimiz o'sha doimiy 24 soat ishlab turadi. Har bitta savolga o'z javobini ham beramiz. Kelsa joyida o'sha muammolarni bartaraf etamiz. Ishonch telefonimiz 102 mi? 102 ga bemalol To'g'ridan to'g'ri qo'l telefondan 102 ga telefon qilishlar mumkin. Lekin shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ba'zi odamlarimiz bor, o'zi vahima yasab, o'zi telefon qiladi. Lekin mana shu agar noto'g'ri telefon qilganga ham haligi qonun doirasida javobgarligi bo'lishi kerak. Albatta bu masalalarda ham qonunda ko'rsatilgan javobgarlik bor. Biz o'ylaymizki, bunaqa fuqarolarimiz So'x tumanida bo'lmasi kerak. Hozirgi kunda hammamiz hamjihat bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, aql bilan ish ko'rsak, men o'ylaymanki, bu vaziyatdan chiqib ketamiz. Hozirgi kunda mana aytib o'tildi, oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha bizda muammo yo'q. Shuning uchun hushyor bo'lishimiz kerak, hamjihat bo'lishimiz kerak, qonunni buzmasligimiz kerak. Ogohlik davr talabi endi. Bu haqiqat, bu dunyoda yuz berayotgan hodisa, voqea hammamizni ko'zimizni ochib turishi kerak. Befarq bo'lmasligimiz, befarqlik bu dushmanlik o'zimizga. Lekin befarq emasmiz deb kechadagiday vohima qilsak ham bo'lmaydi endi. Chunki bizning tepamizda prezidentimiz bor, hukumat rahbari bor, buni viloyat hokimi. Albatta mana muhtaram prezidentimiz, viloyat hokimimiz, har bitta fuqaromiz davlat nimasini himoyasida biz tashab qo'ymaymiz. Xalqimizning tinchligini, osoyishtaligini ta'minlash, xavfsizligini ta'minlash va xalq manfaatiga xizmat qilish hammamizning burchimiz va burchni biz sidqidildan ado qilamiz. Shuning uchun xalqimiz bu masalada xotirjam bo'lsin. Rahmat, mana Sog'liq inspeksiyasi rahbari turibdi. Xush kelibsiz Faridjon. Shu tumandagi narx-navolar, mana qassobxonadagi go'shtlar, yog', umuman o'zingiz mana shu bugun birga yurib ko'rdingiz. Shu shov-shuvlar, vohimalarga sizning fikringiz. Nimalarga e'tibor endi ko'proq berish kerak? Nimalarda bizda e'tibor kamaydi kechadagi holat bo'yicha? Mana kechadagi bosh vazirimizning yig'ilishidan keyin biz zudlik bilan tuman hokimimiz boshchiligida shtab tuzildik. Hamda rahbariyatning topshirig'iga asosan barcha savdo nuqtalariga oziq-ovqat mahsuloti sotuvchi do'konlarga bittadan soliq xodimini biriktirdik. Har bir o'sha savdo do'koni rahbarlaridan kafolat xati olindi. Narxni sun'iy ravishda oshmaslik bo'yicha kafolat xati olindi hamda kun davomida nazorat qilib olib boryapti. Mana agar u narxni sun'iy ravishda oshirib, shuni bahona qilib narxni sun'iy ravishda oshirilsa, mana kecha bosh vazirimizdan topshiriq berdi. Hatto jinoyat javobgarligigacha tortishga uni ogohlantirdik. Uni korxona rahbari bo'ladimi, yakka tadbirkor bo'ladimi, hech qanaqa ruxsat olmasdan biz agar shu vaziyat biz tumanimizda ro'y bersa, to'g'ridan to'g'ri uni tekshirib, qonunda belgilangan chorani ko'ramiz. Mana bugun ham tumanimiz hokimining boshchiligida 4 ta sektor barcha hokim o'rinbosarlari bilan markaz do'konlarini aylandik, hammasiga tushuntirdik. Bizda oziq-ovqat zaxirasi yetarli. Mana yana nazoratga olib boryapmiz. Bozorlarimiz haqida. Bunda bozorlar to'xtamasdan ishlaveradi degan mana hukumat rahbari aytib o'tdilar. Shu bozorlar haqida narx-navolari nazoratdami? O'zi tumanimizda bitta dehqon bozori bor, uni qishloqlarda filiallari bor. Unga ham biz ishchi guruh qilib, o'rinbosarlar, bo'lim boshliqlarini ishchi guruh qilib baylab qo'yganmiz. Ertadan ular ana seshanba bozor o'sha nazoratga oladi. Ular tomonidan ham narxni sun'iy ravishda oshirmasligini nazoratga olib boramiz. Mana hozir bittasi menga shikoyat qilishyapti. Yoqilg'i bor haligi zapravchilarimiz yoqilg'ini sotmayapti deb, benzin sotmayapti deb. Shu aniqlandimi siz? Mana shunga sizga ham telefon, sizning telefoningizni berdim. Uni kecha biz zudlik bilan zaxirasini olib tuman hokimiga berildik. Haqiqatan ham kecha ular xalq vohimaga tushib 10 litr oladiganlar 50 litr olib, 100 litr olib
hozirgi holatda 5 tonna malbut nimamiz zapravkamizda benzin bor xolos. Lekin mana ertalab tuman hokimimiz viloyat neftobazini rahbari bilan gaplashdi. Bugun yana 4 ta mashina kelyapti. Hech qanaqa vahima yo'q. Vahimaga yo'l yo'q. Metanimiz ishlayapti, propanimiz ishlayapti. Mashraf aka mana tuman hokimining birinchi o'rinbosari qatnashyapti. Mana o'zingiz birga bugun tuman hokimi bilan birga yurdingiz. Do'konlarni aylanib chiqdingiz. Shu do'konchilarning e'tirozi qanaqa? Siz fikringiz mana shu kechadagi holat nimalarga yana e'tibor berishimiz kerak? Mana hozir don kombinati rahbari ta'kidlab o'tdi, mana zaxiramiz bor deb, yog'imiz, mana hatto quruq choygacha ko'taryapti-da. Mana bugun bittasi aytayapti, magazinda hatto oddiy tuxum qolmadi deb. Haqiqatan ham bugun tuman hokimimiz boshchiligida ishchi guruhlar bilan birga chiqqanimizda xalq olaman xuddi ocharchilik paytiga to'plangan holatlar kuzatildi. Lekin bu yerda xalqni hokim va boshchiligida tushuntirishlar olib borganimiz natijasida ular tushunyapti. Masala qanday bo'lyapti? Hatto misol uchun talab bilan taklif borda, taklif bilan talab doim yonma yuradi. Agar talab bo'lmasa, taklif tushib ketadi narxi. Agar talab yuqori bo'lsa, taklifning narxi oz qimmatlashib boradi. Endi o'shaning uchun un mahsulotlari, yog' deganlari bu inson ehtiyoji uchun birinchi o'rinda turadi. Un har doim bo'lgan xonadonda, bu hozirgi magazinlarda har doim bo'lgan. Biz har doim So'g'don MCH tomonidan 5 tonna, 6 tonna birjaga qo'yib borganmiz. Bu jarayon ketyapti, lekin kichik vahimali holatda, lekin u odamlarda qolmagan olingan mahsulotlar. Yana bitta masalaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Vahimaga qolgan xalq o'zi, misol uchun o'sha ham ba'zi xalqimizda albatta ba'zi odamlar olamonning ichida talash holatlari kuzatilganda narx o'zidan o'zi sun'iy ravishda oshib kelib qolyapti. Shuni oldini olish masalasida bugun mana 10 tonnadan ortiq un chiqarilyapti, xalqqa yetkazib yuboriladi. Bunda hech qanday kamchilik ham yo'q, e'tiroz ham yo'q. Hech kim vahimaga tushmasa ham bo'laveradi. Bemalol zaxiramiz bor. Qolgan oziq-ovqatlarimiz-chi, mana shu yog', mana aytgan hozir mana do'konlarimizga kirib ko'rganimizda pachka tuzlar, choylar, oqqan shakar hammasi bazasi bu yaratilgan, hammasi. Endi vahimaga hech qanday asos o'rin yo'q desa qat'iy bo'lmaydi. Rahmat, mana boshqona boshlig'i, sizning fikringiz, mana bugun ertalab Chashmadagi men dezinfeksiyani ko'rdim. Albatta bu ana shu kasallikni oldini olish bo'yicha mana hurmatli ses xodimlari borib shu dezinfeksiya qilishdi. Aholi bilan o'zingiz suhbatlashdingiz. Ba'zi vohimachilarga o'zingiz fikringizni aytib o'tdingiz, hech qanday vohimaga o'rin yo'q deb. Hozirgi kunda mana shu endi pandemiya deb nomlandi bu jahon miqyosidagi. Buni kutishimiz kerak edi, bu chunki odatiy hol butun dunyoda bo'lgan kabi bizda ham kuzatildi bu holat. Buni faqat aholini asoyishtaligi bilan, ya'ni keyin har bitta harakatni tartiblari bilan yengib xudo xohlasa yengamiz. Bir necha kundan buyon tuman sanitariya epidemiologiya asoyishtalik markazi xodimlari bilan hamkorlikda ishlar tashkil etilgan va oldindan ham tashkil etilgandi, faqat hozir kuchaytirilgan tartibda olib borilyapti. Buni ko'rib xalqimiz noto'g'ri tushunishi mumkin. Yo'q, bu faqat tuman hududiga shu kasallikning kirib kelishini oldini olish uchun qilinayotgan harakatlar. Ya'ni xalqimizga to'g'ri tushuntirish olib borish natijasida hamma ongi yetkazyapmiz. Kasallikka qarshi kurash hozir barchamizga bir xil zimmamizga yuklatilgan vazifa bo'lib, buni yengib chiqishimiz uchun faqat osoyishtalik va tartibli harakatimiz berilgan maslahatlarni to'g'ri bajarish orqali erishamiz xohlasa. Albatta mana bu hozir siz aytib o'tgan olib borayotgan mana shu profilaktika ishlarga hech qanday vahima bo'lmasligi kerak. Chunki oddiy qon bosimi baland odam odat bitta tabletka ichib yursa, mabodo bir yaxshiroq ovqatlansa qon bosimi ko'tariladi. Bitta tabletkaning o'rniga ikkita ichishi mumkin, ukol olishi mumkin. Endi mana shunaqa holat dunyoda bugun yuz berayotgan hodisaga hammamiz befarq bo'lmasligimiz kerak. Shuning uchun haligi balo qazodan o'zimizni asrash uchun albatta mana shu profilaktika ishlarini olib borishimiz kerak. Dunyoda hamma telekanallarda ko'rsatyapti. Hatto Xitoyda ham, qaysi davlatda, O'zbekistonda ham samolyotlarda, poyezdlarda albatta bu kerak bu. Bunga hech qanday vohima qilib, mana hozir kelib unday qilyapti, bu shart emas, bu vohima qilish shart emas. Mana Nuroniy jamg'armamiz rahbari o'tiribdilar. To'ja aka, mana kecha va avvalgi kun bo'lib o'tgan hasharda xalqimiz bir tanib bir jon bo'lib shu mahallani obod qilish uchun harakat qilishdi. Albatta har bir Nuroniyni o'z so'zi, o'z yo'li va u qolaversa o'z jasorati bo'lishi kerak. Mana shanba bozor kuni televideniya bilan
borib mahallalarda ko'rdik. Qancha ko'chalar, qancha qabristonlarimizni qanaqa chiroyli obod qilganimizni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Lekin kechagi qilgan shu So'xda qilgan ishimiz hech biz so'xlilarga to'g'ri qilmaydigan ish bo'ldi. Mana front ortida So'xda hozir mana 86 ta front ortida xizmat qilganlar otaxonlarimiz bilan suhbat qilganimizda ular aytishadi. Ular o'z farzandlarini, o jigarmanlarni, akalarini, dadalarini frontga jo'natib, yana o'sha bir buxonka xlebni yarmini yana o'sha frontga jo'natib, ta'minlangan. Shu o'zi yeydigan oziq-ovqat mahsulotini yoki mana shu Rossiya, Belarus, Ukrainadan yosh bolalarni otasi, onasi urushga ketgan bolalarni olib kelib, tarbiyalab, bola chaqasi qatori o'tkazib, shu yarimta buxonkani yana to'rga bo'lib o'shalar bilan yegan. Lekin o'rtoqlar, hozirgi bizni qilayotgan ishimiz hech to'g'ri kelmaydi. Mana shu nuronlardan men iltimos qilardim. Keksalardan, faxriylarimizdan bir uyda o'tirganda nabiralarga, bolalarga bir tushuntirsin. Bir paytlar Farhodjon bir haligi chegaramiz bir yarim oyga bekilganda ham mana shu viloyat hokimi rahbarligida qator 15 ta mashinada oziq-ovqat mahsulotini So'xga olib kelib ta'minlangan. Taksizlar ham, hurmatli taksistlar, mana shu Farg'ona So'xga yuradigan taksistlarimiz ham shu So'xliklar. Sizlar ham So'x, mana shu So'xda farzandisizlar. Hayronman, mana shu tadbirlaringiz bitta bo'lsa, to'y hashamlarimiz bitta bo'lsa, bozorimiz bitta bo'lsa, shu So'xni farzandi bo'lsangiz, shu bu uyatli ish boshqa tumanlarda oldi. Shu Xorazmga boradigan bu yo'lkironi shu 100 ming, 120 mingga bitta akangizni, ukangizni boring bitta So'xlik qarindoshingizni shuncha bersang olib boraman deyish ham bizga yarashmaydi. Bu So'xlik yosh nimalarga, taksilarga bu yarashmaydigan qilib. Men sizlarni insofga chaqiraman o'rtoqlar. Bunaqa ish prost bizga hech mentalitimizga ham to'g'ri kelmaydi. Shu albatta yana men murojaat qilaman. Mana hozir mutaxassislar hammalari aytishdi. Sabr qilishni o'rganaylik. Sabr qilsak, sabrni tagidan oltin deydi-yu. Faqat har xil vahimaga berilib ketmasligi kerak. Bunda siz 70 ga qarab boryapsiz. Qachon shu tuman hukumatni nazoratidan bir daqiqa chekkada qolib ketgan? Albatta qolmagan. Shuning uchun aytdim-ku, bir haligi yo'l bekilganda ham bunaqa hodisa bo'lmagan. Faqat shukr qilish kerak. Shukr qilishni o'zimizdan boshlab farzandlarga, nabiralarga ham o'rgatish kerak. Farhodjon, mana kechadagi shu kasallikni tarqalishi bo'yicha mana ommaviy axborot vositalari orqali eshitdik. Bugun bizni dori darmonimiz va shu kasallikni oldini olish bo'yicha qanaqa choralar ko'rilyapti? Albatta bu tabiiy holat, hamma dunyo qatori, dunyo mamlakatlari qatori bu koronavirus bizda oldin koronavirus O'zbekiston Respublikasiga kirmasdan oldin biz hamma chora tadbirlarni ko'rib qo'yganmiz. 25 ta aptekalarimiz bo'lsa, o'sha 25 ta apteka ham xususiy ham ijtimoiy aptekalarda hammasida dori darmonimiz yetarli. Bunga bizning xalqimizda hech qanaqa nima yo'q, faqat xalqimizda bitta talab qiladigan nimamiz bor. O'zlarini salomatligi uchun o'zlari javobgarlikni bo'yniga olishlari kerak. Chunki salomatlik har bir insonning o'zini qo'lida. Hech qachon agar biz o'sha talab qilingan talab darajasida o'zimizni salomatligimizga qayg'ursak, o'zimizni salomatligimiz uchun masalan toza suvda qo'limizni yuvib, sovunlab, o'sha nima bo'lar bo'lmas joylarga ruxsatsiz emas, endi nima deydi, haligi zarurat bo'lmagan holatlarda chiqmaslik u o'zimizning qo'limizda. Buning uchun hamma xalqdan shuni talab qilmoqchimanki, dori darmonga joy masalasida hech qanaqa tibbiyot birlashmada muammo bo'lmaydi. Mana Hushyor shifoxonasidagi yuqumli kasalliklar bo'limimiz bor. Uni yonida turgan binoni to'g'rilab, o'sha hamma jihatdan tayyorlab nima qo'yganmiz. Xudo edi bizga biz u kasallikni So'x tumaniga kirmasligiga harakat qilishimiz kerak. So'x tumaniga kirmaslik uchun hammamiz birga kurashsak, o'sha kasallikni oldini olgan bo'lamiz. Xalqimizdan talab qiladigan narsamiz shu. Bizga yetarli dori darmon, yetarli o'sha nimalar mutaxassislarimiz ham borib o'qishdan mana qaytib kelishdi. O'sha
nimalar ishni boshlashdi boshi. Endi shuna talab qilmoqchimanki, tozalikka rioya qilishimiz kerak xolos. Endi o'zimizni har joyda o'sha qaysi bir uyda temperatura qilgan, endi temperatura bu tabiiy holat. Grippdan ham boshqa nima o'sha shamollash kasalliklari oldin ham bo'lgan, bunga hech qanaqa vahima qiladigan nima emas. Temperatura qildimi, o'sha uchastka shifokorlari bor, o'sha QVPlarimiz bor, tibbiy xizmat uylarimiz bor. Xudoga shukr, nechta avtomobillarimiz bor, nima bor? Kerak bo'lsa doktorlarimiz, o'sha nimalarimiz, tibbiy xodimlarimiz borib ko'rib joyida o'sha nimani shifoxonaga yetkazilishi kerak bo'lgan bemorlarni shifoxonada, uyda davolanadigan bemorlarni ambulator ravishda uyda davolanishi kerak. Ovqatlanishi haqida gapirib o'tsangiz, mana o'zimizni endi sog'ligimiz, taqdirimiz o'zimizni qo'limizda. Endi mana televizorda mana o'zimiz video roliklarni efirga uzatyapmiz. Har bir nimada agar qo'limizda o'sha saytgan sovun bilan yuvib tursak, tozaligiga e'tibor bersak, albatta kasallikni oldini olishga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Shu oziq-ovqat masalasi bo'yicha, ovqatlanish bo'yicha. Xususan hozir bahor paytlarida har bir organizmda endi gapni to'g'risi vitaminlarni yetishmasligi o'sha nimalar bo'ladi. Yuvib o'sha ko'katlarga, mana ko'katlar ham o'sha boshlandi, ko'kat sezoni, ko'katlarga, vitaminli ovqatlarga yuvib tozalab nima iste'mol qilsak, albatta bu ham bir bunga hech qanaqa nima yo'q. Davo-da bu ham. Mana hurmatli nimamiz qatnashyapti, epidemiologiya nimamizdan bosh shifokorimiz. Mana o'sha mana bugun albatta men xursand bo'lgan joyi mana tuman hokimligi rahbarligida mana bir qator nimalarda haligi tozalash ishlari olib borildi. Albatta bu bir martalik bo'lmasligi kerak. Doimiy holat, doim shuni e'tiborga olib turish kerak. Mana ta'kidlab o'tdi tuman hokimining birinchi o'rinbosari. Vahima qilmasdan turib tozalab, chiroyli qilib bersak, aholimiz ham tinch farovon yashaydi-da. Mana shu virus haqida sizni fikringiz? Virus oldin ham bo'lgan. Mana kecha viloyat bosh vazirimiz aytib o'tdilar. Virus hech qachon odamni o'ldirmaydi. Qaysi odamda kasallik bo'lsa, o'sha joyda borib egallaydi. Keyin albatta isitma ko'taradi deb kecha aytib o'tdilar. Hamda qayta telekanallar berishyapti shuni. Sizni fikringiz? Hozir dunyo bo'yicha Farhod aka 1 sekundda avariya holati bo'yicha bitta odam vafot qiladi. 1 sekundda. 1 sekundda. Lekin koronavirus to'g'ri aytdingiz, oldingi yillar ham bor edi, mavjud edi bu virus tabiatda. Lekin mutatsiya deydi, ya'niki o'sha viruslarning o'zgarishi natijasida bu kasallik yana insonni organizmiga tushib qoldi. Bu kasallikni oldini olish uchun 5 ta narsa bor. Birinchi, shaxsiy gigiyena vositasiga rioya qilish kerak. Bu nima? O'sha har ovqatlanishdan oldin yoki hozir biz qishloq sharoitda yashaymiz, ko'pchiliklarimizda mol bor. O'sha molni parvarish qilgandan keyin yoki hojatdan qaytgandan keyin albatta qo'llarni sovun bilan toza yuvish. O'sha yuvgandan keyin o'sha qo'lni tozaligiga ishonch hosil qilish. Ikkinchi narsa shuki, oldini oladigan narsa. Nomiga yuvmaslik kerak-da. Nomiga yuvmaslik kerak. Chunki hozir aptekalarda gigiyenik sovunlar bor, suyuq sovunlar. Ana shu bilan agar yuvsak, o'sha qo'limizdagi barcha mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega. Ikkinchi masala, agar odam axsirayotgan paytda yo chuchkurayotgan paytda albatta o'zini shaxsiy ro'ymolchasida o'sha burun va og'izni bekitilgan holda axsirish kerak yoki nima qilish kerak. Uchinchi masala, bu kasallikda harorat ko'taradi. Tez ko'tarilib turadi. 38 dan yuqori bo'ladi. Keyin bosh og'rig'i bo'ladi, yo'tal bo'ladi. Shunaqa holat bo'lganda yo'tal ham quruq deydimi kecha? Quruq yo'tal bo'ladi. Bunaqa agar fuqarolarimizda shu holat agar ro'y bersa, belgilar paydo bo'lsa agar o'sha vrachlarga murojaat qilishlarini so'raymiz. 4-narsa bu hozir havo issiq bo'lyapti. Har ichayotgan suvimiz qaynatilgan holda ichish kerak. Suvni. Chunki agar biz suvni 100 gradus haroratda qaynatilsak, ichidagi barcha mikroblar o'ladi. 4-masala shuki, 5-masala bu kasallikni oldini olish uchun odamga yuqmasligi uchun
tibbiy niqob taqib yurish kerak. Bu tibbiy niqob ham 3 soatgacha nimasi bor, muddati bor. Agar o'sha 3 soatdan o'tsa, nabarat o'sha baraks odamga ta'sir qiladi. Chunki o'sha nafas olayotgan joylardan mikroblar to'planib qoladi-da, agar uni almashtirilmasa, o'zi kasal bo'lishi mumkin. Lekin bugun ba'zi fuqarolarimizni murojaatlari bo'yicha mana aptekalarda maska yo'q deyishdi, niqob yo'q deyishdi. U aptekadan sotib olish shart bas. Masalan, bozorlardan o'sha materialni sotib olib, dokani sotib olib, o'sha 4 qavat qilib o'zlarimiz ham agar o'shani tikib, ichiga paxta qo'yib, o'shani tikib agar taqsak ham o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. 3 soat, 4 soatdan keyin uni olib qaytadan yuvib, dazmollasak, yana boshqatdan taqsak bo'ladi. Bu kasallikning asosiy belgilarini aytib o'tdik. Bosh og'rig'i bo'ladi, tana haroratining ko'tarilishi bo'ladi, keyin yo'tal bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda ich ketishi mumkin. Bu kasallik 80% kasallangan odamlar tuzalib ketdi. 15% o'rta og'irlikda o'tdi. 5% o'lim bilan tugadi. O'shaning uchun bu kasallikka vahima qilish shart. Shart emas, albatta. Chunki grip holatda ham o'tib ketishi mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Faqat buni o'sha bakteriologik, serologik agar analizlar topshirsak, o'shanda aniqlanishimiz mumkin. Lekin bu oddiy holatda ham o'tib ketishi mumkin. Vahima qilishda hojati yo'q. Mana tibbiyot birlashma bilan birga bugun barcha aptekalarni, dorixonalarni ko'rib chiqdik. Dori zaxiralarimiz mavjud. Mana bizda ham xlor bor. Bugun markazda barcha o'sha Farg'ona yo'nalishida yuruvchi nimalarni, taksilarni batamom zararsizlantirish ishlarini o'tkazdik. To'liq. Bizda 2 sanitariya nazorat punktlarimiz bor. O'sha 2 sanitariya nazorat punktlarimizda bizning xodimlarimiz bor. Har bir kelayotgan, har bir chiqayotgan xodimlarni masofadan turib tana haroratini o'lchab nazoratga olishyapti. Har bir kirayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini, mashinalarni dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Buning uchun biz doim tayyormiz. Albatta, endi to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Agar shunday bir xulosa qilsak, molimiz kasal bo'lsa qancha qayg'uramiz? Molimiz kasal bo'lsa. Endi bugun dunyoda shu yuz berayotgan holatga befarq bo'lmasligimiz kerak va mana shu tekshirganda vahimaga tushmasligimiz kerak. Mana misol o'tib kelayotganda Qadamjoy postida, Vadil postida shu tekshiruvlar bo'lyapti. Apparat bilan bunday tana haroratimizni o'lchyapti. Bunga hech qanday vahima yo'q. Vahima qilib mana o'lchyapti, unday bo'lyapti, haligi mish-mish chiqaradiganlar bor. Shularga mana qonun doirasida albatta mana bizning qo'limizga yetib keldi. Kim agar vahima qilsa, mana telefonlar orqali blogerlarimiz, ommaviy axborot xodimlari kimdir agar vahima etsa, qonun doirasida javobgarligini hurmatli mana prokurorimiz o'rinbosari aytib o'tdilar. Hurmatli teletomoshabinlar, mana bizni davra suhbatimizni eshitdilaringiz. Albatta vahimaga, oziq-ovqat nimasiga hech qanday vahimaga o'rin yo'q, hojat yo'q. Chunki mana zaxiramiz bor. Hurmatli prezidentimiz, hukumat rahbari mana kecha ta'kidlab o'tdilar. Sizlarda agar ba'zi muammolar bo'lsa, mana tuman hokimligida shtab tashkil qilingan 73 46 25 030 ga va tuman soliq inspeksiyasining 73 442 51 93 ga telefon qilishlaringiz mumkin va mana 102 ichki ishlar ishonch telefoni. Albatta kim vahima qilsa, kim mana shu narx-navoni o'zi sun'iy ko'tarilsa, albatta telefon qilar, shu bo'yicha darhol chora tadbirlar ko'riladi.